Navoiy shahar atrofida mana shunaqa uglovoyda joylashgan, kadastr hujjatda 11 sotix, undan tashqari mana bu tashqi maydonlarni o'zi 4-5 sotix chiqadigan katta bitta hovlimiz sotuvga qo'yilyapti. 2000-yilda to'liq pishganishdan qurilgan. Mabodoga rekonstruksiya qilsangiz bo'ladi. To'g'ridagi yo'limiz orqali Narpayda asosiy yo'liga chiqib ketsak bo'ladi. Shaharga bir qadamlik yo'l. Marhamat keling. Tashqi maydoni, supalari yashil maydonlarga ega, daraxtlar ekib qo'yilgan va mana bu tarafda qo'ni qo'shnilar bilan birgalikda nasos qilingan. Mabodoga ekin-tekin qilaman desangiz, so'raman desangiz, yerda o'zidan ham suv chiqarilgan. Fasadimiz 30 ga 40, adashmasam agar shunaqa o'lchamda taxminan. Lekin kadastr hujjatda 11 sotix. Marhamat, darvozaxona qismi bolorlar bilan yopilgan. Qurilish mahsulotlarini bemalol qayta quraman desangiz ham ishlatsangiz bo'ladi. To'liq pishgan. Mana bu yerda o'zida 6 ta xonasi hamda podval qismlariga ega. Podvaldan mana bu yer orqali kirsak bo'ladi. Keling, qurilishini ham bitta ko'rsatib o'ting. Qarang, podval qismlarini chuqurligini imini podval qilaman deb inobatga olingan. Va 6 ta xona hamda mana bu katta zalimizni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 7 ta xona qilib ishlatsak bo'ladi va mana bu yerda bitta yana katta xonamiz bor. Agar siz buni 7 ta qilsangiz, bu bilan birgalikda 8 ta xonadan iborat bo'ladi. Rekonstruksiya qilsa bo'ladi bemalol Mabodoga, lekin qayta qurilish qilishni ham tavsiya qilaman. Agar ozroq pulingiz bo'ladigan bo'lsa, qayta qurilish qilsangiz yana ham katta bitta bahaybat hovli bo'ladi. 2-3 ta kottejni bemalol qo'ndirish imkoniyati bor hamda mana bu tarafda yana korpusi bor, yashash sharoitlari mavjud bo'lgan. Bu ozgina eskiroq imorat holatida turibdi. Demak, Navoiy shaharga yaqin joyda bo'lgan, Malika to'yxonadan ozgina o'tib chapga kiriladigan yo'lga yaqin holatdagi ushbu 11 sotix, undan ham kattaroq bo'lgan hovlimizning narxi 1 milliard 220 million so'm, ustida ozroq savdosi bor holatda sotuvga chiqaramiz. E'tibor berasizlar Uglovoyda joylashganligini va bir nechta kottejlar qurish imkoniyati borligi hamda lokatsiyasi, ya'ni Navoiy shahriga yaqin ekanligini inobatga olishingizni tavsiya qilaman. Shu uchun ham mana shunaqa narxda sotuvga chiqyapti. Yana ham ustida savdosi bor. Egalar bilan birgalikda kelib, ustida ko'rishib, gaplashib, savdolashsangiz bo'ladi. Navoiy shahridan kvartiraga barter variantlari doplata bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Pastdagi raqamlar orqali to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Navoiy uy baraka YouTube kanaliga obuna bo'lsangiz, mana shunaqa YouTube formatdagi xonadonlarni, e'lonlarni Navoiy shahar hamda Karmana tumani bo'ylab e'lonlarimizni doimo ko'rib borsangiz bo'ladi. Sotiladigan hovli va kvartirangiz bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarimiz orqali bog'lanishlaringiz mumkin.